Oyna yuvganimda aynan mana shu voqeani ko'p eslayman. Podokonnlikka chiqishim bilan tarsillab sinib ketibdi. Pastga kabutarcha bo'lishimga salgina qolgandi-da. Planda endi vobshe boshqa narsa edi. Oyna yuvishimda videoga olmoqchi edim. Psiter odam bo'lmaysiz ekan-a deyishga shoshilmanglar. Katta xolamda uyda o'tirib oyna artayotganimga qaramanglar. Podokonnlikda tagi baquvvat-da. Pastga kabutarcha bo'lsam ham shunday yarim metr pastda tom turibdi. Birinchi etaj. Короче, xavotir olmaymiz. Yiqilaydigan odam turgan joyida ham yiqilaveradi, to'g'rimi? Sizlar esa menga o'xshab oyna yuvib o'tirmanglar. Mullani qilganini qilmanglar, aytganini qilinglar deydimi? Bugun ham videoga olatsa uyda egasi kelib, "Situr nimalar deysan? Guji deysan, umuman tushunmaymiz, lekin rosa qiziq-da" deydi. Поддержкani qaranglar-da. Mani videomni родные gruppalariga tashlab, mana shu qizga подписываться bo'linglar degan. Eriyam, qaynonasi ham, короче, qaynsingil hammasi meni kuzatadi. Siz esa haliyam подписка bosmagansiz. Klientimni qaynonasiga keladigan bo'lsak, voy, zalatoy-da. Постельный belyular jo'natadi, sochiqlar jo'natadi. Uyga kelgan payti boringlar o'g'lim bilan aylanib kelinglar, dam olib kelinglar deb nevaralariga qarab ovqatlarni qilib o'tiradi-da. Mani bo'ydoq qizlar kuzatsa, iloyim sizlarga ham mana shu klientimni qaynonasidaqa qaynona uchrasin. Biz esa uyga kelib solib er-xotin magazinga chiqib ketdik, chunki erimda oyligi tushgan ekan. Go'sht, tuyoq, короче, uyga kerakli hamma narsani oldik. Go'shtlarni hammasini to'g'rab morozilovkaga solib qo'ydim. Har xil layfhaklarni hammasini istoriyaga qo'yib boryapman. Istoriyada ham meni kuzatib boringlar do'stlar. Yoqimli like, podpiska ham bosishni unutmanglar, xursand bo'laman.